bor yo'g'i skidkada 1.400.000 so'mdan chiqarib berayotgan S63 modeldagi Mercedes-Benz mashinamizni Samarqand viloyatiga dastlabki qilib chiqarib olishga tayyorlanamiz. Bu mashinamizga zakaz qilingan nomerlarni chiroyli qilib taqib qo'ydik. Islomjon ismli jiyanimiz uchun texpasport pravolarigacha tayyor qilib qo'ydik. Bu mashinamiz 12 voltli bo'ladi. 4 ta ballon tortilgan, ballonlar rezinoviy, Yeva materialdan ishlangan. Oldi, orqa farlar shunaqa chiroyli bo'lib svetimiz ko'p yonib turadi. Saloniga 1-2 yoshdan 2 ta bola uchun mo'ljallangan, maksimum 3 yoshgacha 2 ta bolani o'tkazsanglar bo'ladi. Komplektda 12 volt zaryadkasi, masofadan boshqarish uchun putlarigacha bor. Rulimiz chap tarafda bo'lgani uchun mashinamiz haqiqiy 2 kishilik mashina hisoblanadi. Kim farzandiga, nabiralariga shunaqa chiroyli mashinalar olishni niyat qilganlar bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor, yetkazib beramiz. Eslatib o'taman, bu skidkada chiqarib berayotgan modellarimizga dastavka nomer pravolarini alohida hisoblaymiz. Qo'shimcha ma'lumotlar va assortimentlarni narxlari bilan Telegram kanalimizga o'tib olib, bemalol kuzatsanglar bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar va assortimentlar hammasi Telegram kanalimizda yoki telefon orqali so'rasanglar ham bo'ladi. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.